O'zbekiston Super Ligasi 15-tur doirasidagi OKMK Nasaf uchrashuvini hozir ketdi. Biz o'yindan so'nggi matbuot anjumanini boshlaymiz. Dastlab jurnalistlar bilan muloqotda Nasaf ustozi Ro'ziqul Sa'dullayevich Berdiyev bo'ladilar. Avvalo Olmaliq shahriga xush kelibsiz. G'alaba muborak bo'lsin. Katta rahmat. Bugungi o'yin haqida fikrlaringiz. Assalomu alaykum barchaga. OKMK jamoasini kambek qilishiga bugun yo'l qo'ymadik. Ularda bu odat bo'lib qolgan, oxirigacha kurashadi. Biz juda ham yaxshi kuchli jamoani, hozir eng yaxshi futbol o'ynaydigan jamoani safarda mag'lubiyatga uchratdik. Bu juda ham muhim edi. O'sha uchun biz menimcha juda kerakli 3 ochkani qo'lga kiritdik. Bu o'yin davomida tashabbus OKMK tarafda bo'lgandir, lekin biz himoyada yaxshi e'tiborli harakat qildik. Bitta ikkita vaziyatda olmaganda. O'sha uchun o'ylaymanki, bugun muhim g'alaba bo'ldi. Bu bilan barchani tabriklayman. Og'ir, qiyin, himoyaga ko'p e'tibor qaratgan holda o'ynadik. Birinchi bo'limda biz yaxshi qarshi hujumlarga chiqdik, ikkinchi bo'limda balki o'sha 2-0 bo'lganda ozgina tashabbusni raqibga berib qo'ydik. Bu yanada og'irroq bo'lishi mumkin edi. O'sha uchun gapim boshida aytdim, biz comeback qilishga yo'l qo'ymadik. Bundan juda ham xursandmiz. Savollar bormi? Kimda savollar bor? Marhamat. Assalomu alaykum. Alaykum. Avval nima bugungi o'yin qanchalik sabab bo'ldi? Vaqt bizni yarim jamoamiz hisoblanadi. U tajribali, mahoratliligini bugun ham bir marotaba ko'rsatdi. Birinchi bo'limda ikkita yaxshi vaziyatni qaytardi. Ikkinchi bo'limda ham o'sha golli vaziyatda ham u bizni burchat qilgan edi, qaytargan. Lekin yigitlarimiz O'lmasaliyevni ushlashga salchi bo'shliq qilishdi. Men o'ylaymanki, vaqtda bugungi g'alabaga yordam juda katta bo'ldi. Savollar bor, marhamat. Rahmat. Bevosita xalqaro musobaqalarga yaqinlashib ketmoqda sizga bilan. O'tgan yildan mobaynida ko'rdikki, Nasaf jamoasi asosiy maqsadini O'zbekiston chempionligiga qaratib, xalqaro o'yinlarda ikkinchi tarkibini o'ynagan paytlarni ko'rdik. Ayni vaqtda jamoa O'zbekiston chempionatida yetakchidan 10 ochkoga ortda qolmoqda va hurmat bilan sizga hurmat saqlagan holda aytamanki, ayni vaqtda chempionlik uchun asosiy navbat sifatida e'tirof etilmaydi. Ayni shunday kelib chiqqan holda, jamoadagi moliyaviy holatdan kelib chiqqan holda, jamoaga moliyaviy holatdan yaxshi, finansiy tomondan yaxshi moliyaviy nima keltiradigan xalqaro musobaqaga balkim deb o'ylayman keyin Bu moliyaviy masalamiz juda ham zo'r emas. Buni o'zlaring ham ko'rib turibsizlar. O'sha uchun biz o'sha mana o'sha transfer oknosida juda ham faol emasmiz, chunki sababi bor. Lekin bizning rahbariyatimiz harakat qilyapti, sharoitlar yaratib berishga imkon qadar. Albatta bundan ham xursandmiz. Shunga qaramasdan yigitlar bor kuchi bilan, maydonda mahorat bilan borini berib o'ynashyapti. Bundan juda ham yana 2 karra xursandmiz. Albatta o'tgan yili bu yilga nisbatan tarkibimiz juda ham o'sha yaxshiroq edi deylik. Chunki o'zlaring bilasizlar, 10 ta yaxshi o'yinchimiz tark etdi. O'ringa yoshlarni jalb qilganmiz. Shunga qaramasdan albatta chempionatda kamidan o'rinlar uchun harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Bunga imkoniyatimiz bor. Endi Paxtakor bilan Neftchini olsak, boshqa jamoalarga nisbatan ular salohiyatliroq ko'rinyapti. O'sha uchun bunga albatta o'rinlar uchun harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari o'sha xalqaro o'yinda qatnashamiz, albatta bunda ham munosib bo'lishimiz kerak. O'sha uchun ba'zi bir pozitsiya bo'yicha biz juda ham katta o'yinchi emas, pozitsiya bo'yicha o'yinchilarni taklif qilyapmiz. O'ylaymanki, ular bizga yordamga tegadi. Bo'ldi, boshqa savollar yo'q? Rahmat. Salomat, katta rahmat.